Köpçülük yaxşı mesele. Hammalarga men kelishib turganda muhabbatlik salam. Xo'sh, bugun nihoyat muhim ishni bilan, ya'ni sog'lomlik to'g'risida ekran oldiga chiqib qoldim. Sizdami menga o'xshash uyqusizlik, charchash his qilish, ichki-chekiga oq kirish, qo'saq ko'pish, menga o'xshash qo'saq sevilish, yop-yosh turib. Shunday alomatlar bo'layotganmi? Ya'ni aytganlari og'zim ochiq bo'ladigan. Shunda oz yesammi, qo'saq sevib ketadigan shunday ahvollar bo'layotdi. Men buni jigardagi masala deb qaradim. Men bu to'g'risida kasbiy uzuqshunos muallimlardan bir maslahat deb baqsam deb bugun Tursunjon muallimni alayda xonamga chaqirdim. Mushu jigar sog'lomligiga qiziquvchilar bo'lsa, eng muhimi o'z sog'lomligiga qiziquvchilar bu filmni o'tkazib o'tmay yurak besitib davomli ko'ring. Xo'sh Tursunjon muallim. Xo'sh. Mushu oldingi kuni telefonlardim ko'p degandim. Şutak ettiğini kopsam ağzıma çıkıp kıybatıdı. Ayağındım mı şu. Bana Süleyman'dan çoğun durup beden tüp düzde etti. Kamlaşkan. Ben sıldan sel yaş durup kosak sep gitip var bende. Çapı kostümden hazır aldı itilmedi bana. Şunundaki haberlerge çıkıdığın kostümümden hazır. Çoğunluğu amlaştığımızsak hemen. Sel kosak sep kıybatımı. Ben bunu hem de asaslıkım şu. Kiçik taraftan rengi değmez hem bir taraftan üzem diyorsunuz ki ciğer olarak nasıl görüldü mü ki hep oyladım. Şun kayıs gün telefon desem ciğer sağlamlık doğrusunda Sılman'a bir azırak mesleğet demekçi olan tile. Yani şuna bugün bir adli hanemge kepemge çağırıp Sılvele muşu söhbet doğrusu bir paranış fırsatı oldu. Hemen bu yaxşı işini menimce ciğer bir reis azabı oğalı için Müş ciğer sağlamlıqıga, öz sağlamlıqıga nurgun qarindaşlarımız köngül buludu. Dep oylap, şunu hazır ekranda içip ettim. Bunu bir film kılıp yollasam, görünmelerimge tan savat bergen bolsa dep tabii bir paranlışsak, müş ciğer sağlamlık doğrusida dep çağırışım. Mendeki yuqorqi alametle mening diagnosum to'g'rimi o'zimga jigarga masala deb o'yladim. Bayatın sizge alametler hakikaten cigernin alameti. Hem de hakikaten bu ciger adamlarki mühim eza. Cigernin hizmet yaxşı olmağa vaxtı biz en köp kırılgan meselelerden birisi uykusuzluk. Anından başka işte yaxşı olmazsa çıray bir xil kardeş, tamak yegiz kelmeydigan, ruhsuzluk, açık yaman bulup kaldıgan. Anından başka bir adam semir kidigan. Bunu bu qo'saq semir boldigan. Onundan başqa yana şu damlı kan besim egiz bes boldigan, kan şekeri egiz bes bolatgan. Onun başqa hırmatsin deymiz. Muş bir qatar mesele kanazlık deymiz. Muş bir qatar mesele mudiyatında del bu ciger bilen münasebet. Hakikaten bu cigerninki çok bizim salameti pek çok münasebet var. Hep bir reis ezaki. Şuna bu cigerge bu sal qaraş bolmaydı. Eğer şu cigerninki hizmet ixtar muştaq çekinevese biz bunu sal qarsak bu texim çoğ meseleler görülür. Endi bu bayatın devatqanlar bizga destek signallar üçün. Onu bek texi çoğ mesele dep kelib olmaydı. Bu çoğ mesele qanday dep görüldüge vaqtimizda mesela nazır şu cemiyet bölüge kan besi meselesi, kan to'g'ri to'g'an yürek çekse olgan mesele, endi tipik cigerning meselesi bu. Endi biz nurgun avvallasda bunu bek diqqat qilmaymiz. Bu qon to'g'ri masala ko'rgandan keyin qon maydonni tozalashga bek ko'ngil beramiz. Undaqda bu qandaq munosabat bor. Biz yegan tamoqlarga bütün şu mesela bizim bedimizden kirgan mayla oshqozon kirib oshqozon uchayga jigarga bordi. Jigar bu parchalanib maykstatasi aylanib suyuq qalatchi qonga o'tkazildi. Jigar sog'lom odamlarniki shekar shu maylani qon o'lchamlik holatga o'tkazib turganda qonda may ishib ketgan qon besim bo'lib qolgan avval ko'rmay shu yoshlar bu avval sal oz. Endi bu jigar yuqorqi addak alomatlar yuz beraversa biz buni diqqat qilmagandan keyin bu jigar ojizlaverdi tabiatda. Davomli qoniqmay jiq o'tkazib o'tib qoldi. Bu cha qoniqmay jiq o'tkazib o'tgandan keyin biz qancha qoniki mayni tozasaqmi, shu qoniki mayni tozalagan maslahatdan iste'mol qilgan bo'lsaqmi, nimasi yuz bergan vaqtda bu chaqda yana qoniki mayni hal qilib olmay eng oxiri shu cheksib qolgan ish kelib chiqadi bu. Mana bu jigarninki cho'ng masala ko'rganlikning ifodasi. Şuna bu cemiyeti bekçe uçuraydı. Şu köpüncü dostumuz qanday qilsa jigarki masala ko'rganliklar soğuqluq jayinja qichirgan, soğuqluq yemeklerin köp sığamanda qada şekillenip qaldı. Bu vada şeklini versem bu en ahir oshqozon so'p ketadi. Oshqozon so'vishdan börek so'vuydi. Jigarga sıkıntı yondurganda boshqa a'zolar so'vuydi. Mushtaq masala yuz berdi. To'g'ri shu sizga ko'rgan alomatlar masalan uyqusi yaxshi bo'lmaslik, davomli yol qurish,
Ama başka çaç akırış, kalp kardeş, çoğunturat yaxşı olmazsa keyfiyat načar oluş degan mesele. Bu jigarki mesele. Ama bu jigarki bir küçük adli mesele mavcut. En dastlabki ifodasi. Ana bu jigarni shu hayotning oldi darvoza deb ataymiz. Bizga har qanday yemeklik oshqozon kirib, oshqozon uchaylazim bo'lib, eng oxir jigar kirgan keyin jigar mishada butun yegan yemekligimizni tur-turga arib, zararlarni tozalab, ondan keyin qon o'tkazib turdi. Shunga men shu jigar sog'lomligini, shu jigarning eng 5 cho'ng adoyligi va shu bo'yicha yig'inchoqlab bersam, bu texmi nurg'un ko'rarmada jigarning haqiqiy muhimligini tushunib oldi. Endi birinchidan, shu jigarning asosiy roli shu may metabolizmi berish deymiz. Biz yegan har qanday mayla eng oldi bilan oshqozondan uchayga o'tib, uchaydan jigarga berib, andan jigar pishiqlab ishlab, andan keyin qonga o'tkaziladi. Jigar bu vaqtda shu maylarni qonga o'lchamlik o'tkazib turdi. Jigar sog'lom bo'lganda shu qondan may o'tkazadigan, qon besimliq emas yuz bermaydi. Lekin shu jigarniki shu xizmat ixtiyori ozdigan vaqtimizda qonga mayni ko'p o'tkazib beradi. Qonga may o'tgandan keyin qon to'silgan, qon besim bo'lgan, yurak to'sib qolgan, mintiqimiz qator butun qon birkisiga dal shu jigarning xizmati ozdiganligini ifodasi. Andan keyin ikkinchisi shu navbatda yuz bergan diabet kasali deymiz. Ana shu jigarning ikkinchi roli shakar, qand metabolizmi berish. Hem bizga yemekler tarkibidagi bo'lib xamirdan kelayotgan qandlar va boshqa yerdan kelayotgan qandlar yani jigarga berib ishlab qonga o'lchamlik o'tkazib turadi. Agar bir odamning jigari sog'lom bo'lsa, qoni shakar normal bo'ldi. Agar jigarning xizmat ixtiyori ozdigan vaqtimizda shakarni qonga ko'p o'tkazayotganda qon shakar eshib, bu diabet degan bir kasallikni shakllantirib qo'ydi. Diabetni ham oshqozon mizning masalasi deb qaraymiz. Amniyatda bu o'xshashlar bu jigarning masalasi. Uchinchi bo'lsa bu jigar tozalash yo'li bor. Endi zararlarni to'q tozalab bersa, odam sog'lom bo'ldi, chiroy suzuk bo'ldi, shu badan zarar eshib ketgansa, chiroy qardab ketdi-ku. Menga o'xshash. Chiroy qardigan gap, badan zarar eshib ketgan gap, bu jigar buni zarini tozalab bo'ladi degan gap. Endi zararni yaxshi tozalab bersa, qadimasi ko'rmaydi. Agar zarar yaxshi tozalanmasa, qonda zarar eshib bersa, ichidan shakllangan zarar, sirtdan kirgan zarar eshib bersa, badan oz xarakterlik yalloqdan barbara o'sma va yoki rak kasalini paydo qilib qo'yadi. Bu mamlakatda shu jigar ozliqning ifodasi shu. Qat'iy shu jigarninki may qaplabdi, jigar isitib qapti desa, buni sal qarab bilan o'tkazib o'tish qat'iy bo'lmaydi. Bu qat'iy sal qaragan ish emas. Shu qarsam tomoq yesam, shunda chiliqliq talab ketib boraman. Et deganlar og'zim shunda ochiq, hozir ochiq. Ananikiza do qardim, sal ko'zim ishib qoldigan, gaydaliqi, ko'zimning iqi sag'rib oldigan alomatlar bo'lyotdi. Shun turib, üzem his qildim. Masalan, 10 yil burun men Aqsu xabarga chiqqanda mush chiroyimdi. Chiroyimda jiq o'zgarish bo'lmadi. Sizlar ko'rgan bo'g'itlar. To'g'ri. Qo'saqli o'zgarish bor-ku. Badan ig'irligim, chiroyimda hech qanday o'zgarish bo'lmay saqlab keldim. 10 yildan beri. Lekin qo'saq sabab bormanda, shu men shu jigarda masala bo'pti. Buning sal qaramay, rosa. Deb shu o'zlaridan ozroq savodlik bo'lay deb davomli bir o'nglay, mayt qiziqyapman. Sizning bu diyetimizda hozir naq shu jigarniki o'z yo'q ishlab chiqarish bo'lyapti. O'z yo'qligi. O'z yo'q. Bu yerda o'z yo'qligiga biz baş diqqat qilmaymiz. O'tgan bo'lsin bo'ldi, bo'lmasin bo'ldi deb. O'tgan shu bizning bedanimizga kirgan maylarni, shu oshqozon parchalash roli borku, buniki. Onun sırf shu bilimiz o'z yo'qlik jigar issiq deymiz. O'z yo'q tabiiy issiq bu oshqozonga tushib, oshqozon hazm qilishiga yordamlashadi. Oshqozonniki mijozini tanishadi. Ko'pincha odam oshqozon so'g'ib ketib degan gapni anglaymiz. Shu oshqozonning so'g'ib ketishini tanishadigan narsa o'z yo'qligi. Endi jigar o'z yo'qni yetarli ishlab chiqarib bergan keyin oshqozon ishlab chiqargan tabiiy ishlab o'z yo'qligini o't ishlab chiqarmay, jigar ishlab chiqaramdi? Jigar ishlab chiqardi. Bu shu jigarga chopqanlik turdi. Jigarninki o't holda saqlandi. Biz tomoq yegan vaqtimizda shu oshqozon 12 barmoq uchiga qo'yilib, shu oshqozon kirgan maylarni parchalash roli o'ynaydi. Ham tibobatda shu maylarni parchalash roli o'ynaydi deb qilamiz. Lekin yana bir roli nemasa badanniki sovuq tanishi, mijoz tanishiga roli bor. Mizoj. Oshqozonning tabiiy sovuq, oshqozonni suyuqlik ishlab chiqardi. Oshqozon suyuqligi. Uning tabiiy sovuq tabi, o'z suyuqligi issiq tabi.
Demek ki şu suyuqlığı, şu 12 parmak üçe koyulup, şu aşqazandaki maylan parçacık yerden koydu. Bu yer may parçacıktan sırat, yan bir mühim mezhepsa, biz davamlıq muşlardan tas düşünüp bulamayız. Aşqazan işlep çıkargan suyuqlık tabiat soğuk mayılcı, şun bir aşqazan soğuk nesini pek götürmeydi. Abi öz suyuqlığı işlep çıkargan, öz suyuqlığın tabiatı otisik. İkisi uçraşqandan keyin meçat enda yaxshi bo'lgan azimli suyuqlığa aylandı. Eğer öz suyuq yeter şumuz aşqazan soğaşqandan keyin aşqazan bo'shab, bir qursaq chiqib oldigan, semirib ketadigan, onun başqa qanday degan vaqtda ma aşqazanın suyuq eşib bergan keyin üçeyga baqa vaqt üçeyni sovib, aniki asal qavziyat shaklini soğudan shakllangan qavziyat deb qo'yamiz. Bu barbara bu shu üçeyni xizmati yaxshi bo'lmasa, gimruyga aynib ketadi. Shuning uchun hozir bu soğudan bo'lgan qavziyat deb qo'yamiz. Şu aşqazan üçeynin soğuk pek işip etkilikten bu emniyette ciğerinin öz acil çıkışıklar yaxşı bulmağalıqdan. Esat üstündeki ciğerde başlandı bu iş. Ciğerde başlandı. Ötke geldi, aşqazan geldi, aşqazanın Toğra. Cidli üçeygi geldi, az pestik gemuruygu geldi de. Nurgullarımız moşuna. Demek ki üstündeki ciğerde başlanıp koygan bu iş deyin gapti. Şuna bu maşındaq bu bedençi bir münasibetlik. En beşide şu ciğerde mesele körülgendikken bara aşqazan üçey. Şunu bu yer gaplayacaqsaq, bizning salomatimiz 100 bir raqam barliq masalalar dal jigar bilan munosabatli bo'ldi. Shu dastlabda jigarninki masalan chiroy qardab qilish, og'za chiqib qilish, uyqusi yaxshi bo'lmaslik, qiyasi charch aqirish, kayfiyat nachar bo'lish, yo azroq chechilang'uligan, jigar moy qaplabdi. Bu jigar moy qaplabdi degan ekan, mening jigarimda masala ko'rishib boshlabdi deb o'ylab buni cho'qim ko'ngil berishimiz kerak. Sizga shu jigar to'g'risida so'rang, pek yaxshi bo'ldi-ku. Bu kasalning boshlanishi jigardan boshlandi. Dastlabki fazasi shu jigarni issiqabdi, moy qaplabdi degandan boshlandi. Shuning bilan buni ifodalar ko'rish boshlaydi. Endi buningga sal qarab so'g'liq qildimmi, dapir so'g'liq narsani ko'p qilavergan bilan damalliqqa jigarga bir yaxshi foyda kelgandek amlan yilq masalalarimiz yaxshi bo'lgan bilan barbara jigar ixtar ozliganda yilq yuqorqidek hozir ko'rgan cho'ng kasallar dal jigarniki ozligidan boshlandi. Endi bu har bir a'zoyimiz amaliyotda bizni bek yaxshi ko'rdik. To'g'ri. Bizni bek yaxshi ko'rganki, masalan, yurakda masala ko'rishga boshlashdan burun yurak bizga shap berdi ekan. Ana negize bakkaldın kiravatkan narsalar sal beden a'zolarimizga bo'lmagan vaqtida aşqazanlarimiz, kanaylarimiz, tamşıcıga bizga shap berdi ekan. Masalan, yuqorida degan mush alomatlar amaliyotda aziz qarindoshlar. Mush bedenimiz bizni yaxshi ko'rganligi uchun, garchi biz bedenimizga yetarli ko'ngil bilolmagan bo'lsakmi, biz o'zimizni bek suyolmagan bo'lsakmi, lekin bizning bedenimiz, jinimiz bizni bek söyleyenlik üçün, bizim söyleyenlik üçün, uzurak bizge hemra buluşunu xalab, bizge işte şəhb verdik. Her bir eynek qırğan dey, müş aqçeçim qarab bolsun, muma jigen mende mesele bolotqanı bilip qal. Muşu qosqun qarğanda qosaq sep ketken onu köygen çaday, jigen mesele bolotqanı bilip qal. Dep şəhb verdik aysaqda. Demek bu şu jigeninki bizge yuqorqidek nurgun alamatlar bilan şəhb vergini amaliyotda şu iğirlaştın burun. İğir işlerden, iğir keseliklerinin yüz verişinin aldıda bizim yaxşı köylük üçün. Biz Allah'ın qaçan şəpi bəgin Allah'ın bu turdu. Şu şəpilərini his qılıb, şun dərhal bunun köngül vermişsən bulmaqdı. Dep şunu özlərini çaqadım. Şu an bu yaxşı savatni, hem yaxşı nəs tapsaq, hem bəhirləyimiz mi? Şun yaxşı savatni hem bəhirləb bunu ekran alıda oturtdimiz, qarindaşlar. Hem de şu jigarni qandaq asraymiz, qandaq ko'ngil bilimiz, mush to'g'risida bir so'zlab bergan bo'ldi. Buldu hem de şu jigarni asrashda ko'pincha Allah'da bizniki so'q yemeklarni ko'proq yesak bu deb o'ylaymiz. Amaliyotda bayatni degandek buningki oqibati yana nur masala keldi. Bunun için birinchidan bu yemek içmek tamponiga diqqat qilishimiz kerak. Endi yemek içmek tamponiga diqqat qilish qanday qilamiz degan vaqtimizda bu etganligi pek muhim. Etkilik naşta. Bu etkilik naştımızda hergiz mi bir nançay bilen yoki tamamen mantılan qo'yib ketsak bo'lmaydi. Etkilik bizning sog'lig'imiz belgilagan birinchi muhim naştıq tamoq bo'ldi-ku. Bu tamoqda qanday qilamiz deyapti. Bu aqsil miqdor bir qadar yuqori bo'lgan aqsillik yemeklarni, shundoqla vitamin mo'l bo'lgan yemeklarni asos qilishimiz kerak. Hergiz mi nançay bilen mayliq tamoqlar bilan masalan tamamen mantılan degandek.
Şun çoxum iş etgeligi bir tal tuxum, bir piyaz süt, bir qo'shiq asal, angiz bir tal yangaq, 3-4 tal badam, chilan, anından başqa muşdaq alma neşbet deganidek muş mevlarni aralashtirib çoxum etgelik naştimiz muvofiq bo'lishi kerak bu. Şu aqsil miqdori mo'l, vitaminlar mo'l deymiz. Anından keyin mush tush tamoq qanday qilamiz deyaqda, tush tamoqni endi tush tamoq qanday tamoq deyaqda bu adam bir xil rahat tamoqchi. Bu normal o'zimizning tamoqlarni normal yesak bo'ladi, lekin cho'qim miqdorda ko'p bo'lib ketmaslik kerak. Tamoqning ko'p bo'lib ketishi to'yilib ketishi to'g'ri emas deydi. Nasib yuz beryapti. Endi kech tamoq qanday qilamiz deyaqda, yengil suyuq tamoqlarni asos qilsak bo'ldi. Suyuq tamoqlarni asos qilsak bo'ldi. Endi bu bizningki shu tamoqni tanlashga muhim prinsip bu. Nurg'un do'stimiz bo'ldi. Endi haqiqiy masalan qali obdan masala ko'rib qoldi. Jigirimiz zat sog'lom qilsam bo'ldi deb qalsak buni qanday qilamiz deyapti. Buning shu odam badani kerak yat asos uzunlik bor. Bu yat asos uzunlik badan nisbati bor. Bu xohlagancha yesak bo'lgan ish emas. Bu nisbatda birinchi nisbat nima deganda cho'qim shu yetarli suv ichish kerak. Ya'ni 1 kilo suvning miqdori taxminan 8 stakan, taxminan 1,5 kilo atrofidan 2 kilo atrofida suv ichsak bo'ldi. 1 kilo badari 30 gram to'g'ri. 2 litr deganda. Şuңашqa bununğa şu 2 litr su içip bəgə vaxtımızda bu jigar üçün intay muhim uzuqluq hesablanır. Nurg'un do'stimiz shuni sal qaraydi. Endi suv masalasi yana bir qaynoq suv deymiz, sovuq ichimlik deymiz, bir xil tozlangan suv deymiz. Bular emas tabiiy suvni ko'rsatadi. Bu suv to'g'riliq biz keyincha texnik tafsil o'rtog'ishimiz. Shu uyimizning tabiiy suvi tindirib qo'yib ashuni ichishni odatlantirsak bo'ladi. Endi ikkinchidan şu bedenninki ikkinchi cho'ng asosiy uzuqliq aqsil deymiz. Mush jigar uchun aqsil ajoyib muhim narsa. Yani bunu nurg'un do'stimiz belki tushunib ketmaydi. Bizga aqsil shu bedanimiz kerak aqsil yerini o'rnini to'ldirib bo'lmaydi. Shunga buning sirtda a'lo sifatli aqsillardan taxminan 30 gram atrofida kunda 30 gramdan badayirlik asosiy hisoblanadi. Endi atigalikalik süt, tuxum, u endi asosiy uzuqliq tipida. Asosiy yemaklik to'liqlaydigan. Avu bizning ehtiyojimiz qondirib bo'lmaydi, qondirib bo'lmagan et deganda a'lo sifatli aqsilni ashdan birlashtirib etganda iste'mol qilib bersak bu jigar uchun ajoyib quvvatli uxlaydi. Jigar xo'sh bo'ladi deganda. Yaxshi qiladi. Andan keyin üçüncüden qanday qilamiz degan vaqtimizda üçüncüden shu yanalan mineral modda deganimiz ham kalsiy, temir, siliklarni ko'rsatadi. Ham yemakligimizning keldi, lekin buning ehtiyoji qolmay qoladi. Shu ala sifatli kalsiylar bo'lsa iste'mol qilib bersak bo'ldi. Undan keyin yana jigar zo'r bir uzuqliq modda bor. Vitamin B2 deymiz, B grupi deb qo'yamiz. Endi bu yemakligimiz dalloq sirat bir qadar ko'pda. Lekin hozir dalloq siratlarni postini elbetgan bo'lg'achqa bu bedanimiz yetishmaydi. Mush uzuqlarni yana muvofiq to'plab berish kerak. Ana uzuqliq biz yemakligimizga kelgan uzuq to'liqlanmagan bo'lg'achqa shuni to'plab berganda, anikin bedanimizning sog'lomligi texnik yaxshi qilib turdi. Shunga badanga uzuqliq modda tanishadigan vaqtida anikin angizmish jigar asrash chey deymiz, yo jigar asrash uzuqliq mahsulotini deymiz. İste'mol qilib berganimizda shu jigarimizning sog'lomligi uchun texnik foydali. Şuna biz şu muhim mesele nima deganda dal bedanimizga kerakli yetishmayotgan uzuqliqlarni to'liqlashni tanqonlashtirsak deydi. Yapasak texim yaxshi bo'ladi. Shunga hamda bu zodi qanday uzuq to'liqlaymiz. Buni biz keyingi sonliq programmamizda desak bo'ldi yoki biz bilan aloqa sog'lom bo'ldi. Şunu aqsil deb deyishga bo'lmaydi, kalsiy deb deyishga bo'lmaydi. Nurg'un kishilar buni tanlab yeymiz deb o'ylab olamiz. Endi buni setib olgandimi shu odatdagi a'zam baliqlarni ilib olgan do'stlarimiz bor. Bu to'g'ri keyin ayrim keyingi sonlarni o'rtoqlashsak bo'ladi. Yana bundan sirt yana bir muhim nuqta shu kechlik soat 10 dan bir uxlashga bek yaxshi ahamiyat berish kerak. Uyqu sifatiga. Shu uyqumiz vaqtida uxlasak uyqu bek yaxshi bo'ldi. Vaqt uxlayolmagandan keyin kecha yaxshi uxlab olmaydi, jigar arom olmaydi. Undan keyin muvaffaq shu harakat qilib berish. Harakat orqali badan ortiq energiyalarni sapdan kelgan shakar, qanddan kelgan ortiq energiyani parchlash maqsadiga bo'ldi. Taxminan 10 minutda atrofdan minib berish yanama o'xshashmas jigarning sog'lomligi uchun intay foydali. Shunga hozir bu nuqtani ham nurg'un do'stimiz biladi. Lekin biz bilib bo'lmagan muhim nuqta deganda jigarga shu aqsilning zo'rligini, kalsiylarning zo'rligini cho'qim shuni bilib olishimiz kerak. Biz sog'liqni qilaversak boshqa a'zolarni oshqozon bo'yi masala paydo qilib qo'yamiz. Şu anda ma nuqta qanday degan vaqtimizda nurg'un do'stimiz diqqat qilib bo'lmagan, voy buniki qanday munosib va buniki bu aqsil qanday qiladi, kalsiyning nima roli bor.
deb soğuqlıqqa bək küçəb gedib qalımız. Şuna meniki asas demək boğulun muş nokta qızsadı diqqət qılsaq bolmaydigan, ehmiyyətlənsək bolmaydigan nurgun dostlarımızdaki hər qancha tirishchilik göstərib bədənə muştaq məsələn yoxdamasının asas səbəbi jigar keraklik uzunluq modda yetishmaganlikdan bo'lib qolmoqqa cho'qqi mushu oqsil vitamin B guruhlari deb qo'yamiz. Mush 3 turk uzuqlarniki jigar yetarli bo'lishga yordam qilsak texnik yaxshi bo'ldi. Undan sirt bizning maxsus mushu Aqtan yaxshi bo'lgan mushu jigar hüceyrələrini bək tez əslikə turğan jigar asrash uzuğumuz var. Endi mushundaq uzuqlarga ehtiyoc qilib qalsanglar, mening bilan aloqalashsang bo'ldi. Telefon nomerini deb beray. 176 99 29 78 83. Mana nihoyat yaxshi gap bo'ldi. Chunki biz odatda bir lag'mon o'xshaydigan bir lag'monxonaga kirib, u lag'mondan nihoyat mazza qilib yeb, u lag'monning o'xshig'ini his qilgan chog'da chuqur atrofimizga baxtlaymiz. Manjur o'tiribdi, yaxshi tamoq var ekan. Nihoyat to'g'ri ish bo'ldi. Biz yaxshi ishlarni ham baxtlaymiz. Yaxshi savatlarni o'zimiz bilgandan sirt yana boshqalarga bildirgimiz keladi. Shunga hamda shunda bir yaxshi savatlarni, ya'ni sog'lomlikqa hozir hammamiz ko'ngil bo'lyapmiz. To'g'ri. Eng cho'ng boylik sog'lomlik ekanligini bilib yetyapmiz. Nurg'ulg'an yoshlarni uzitib qo'yapmiz. O'zimizda nurg'ulg'an masalalar ko'rilayotganligini his qilayotgan mushu paytlarda eng cho'ng boylikning sog'lomlik ekanligini bilib yetyapmiz. Ekran oldidagi qarindoshlarimiz shu. Shunga bugun mushu sog'lomligimiz to'g'risida, ya'ni mushu eng muhim bo'lgan jigar sog'lomligi to'g'risida nihoyat yaxshi suhbatlashdik deb qarayman. Lekin meningcha toza, ya'ni tafsili mushu jigar asrash to'g'risida diqqat qilish to'g'risida, ya'ni tafsili savatlarni so'zlab bo'lamadingiz deb o'ylayman. Bu to'g'risi bo'lsa, vaqt chiqarsak, biz agar mush qarindoshlarimiz bo'ludi deb qolsa, ko'proq yurak besib, tarqitib qo'ysa atrofga, mush qarindoshlarimizninki qanchalik olqishlaydi, qanchalik o'zining sog'lomligi va jigar sog'lomligiga ko'ngil bildi, mush bosgan yuraklardan bilib, biz erta yurak soniga qarab yiqib, agar haqiqatan jigar sog'lomligiga va o'z sog'lomligiga öz ishki a'zolariga ko'ngil bo'layotgan qarindoshlarimiz ko'p salmoqni egallagan bo'lsa, biz davomliq mushu sog'lomligimiz, ya'ni eng qimmatli boyligimiz bo'lgan sog'lomligimiz to'g'risida yana ko'proq suhbatlassak deya umiddaman. Bo'ldi. Endi mana bugun cho'ng jihatdan so'zlandi. Texim inish so'zlarga vaqt yetishmay qoldi. Ana shu jigar to'g'ri so'zlayotgan mazmunda 5 jiq. Andaq çaylıqnısınız, mandaq məsləhətiniz, anisiniz, manisiniz deb. Bu əmdə bu məlum bir tərəfi, həqiqi məsələni həll qıb bulamay qaybadı ki. Şunaşqa bugün əmdə şu ən bulmaydıqan bu məmmu 10 yılıb qaldı, şu sağlam kəsb izinib, şu jigar to'g'ri izinib, sadəcə həqiqi həll qılğan yolunu dostlarga tunuşdurub qoyumuz deb, bununki şu qandaq bolsa həqiqi aqsil buldu, əla sübətlik aqsil buldu, qandaq bolsa həqiqi kalsiy buldu, ətkilik tam qandaq təpsili qandaq isək ən yaxşı buldu. Ən zürül uzuqluqlar qandaq, şunamı? Zor uzuq doğrusa, ən keç tamam qandaq isək ən yaxşı buldu. Muş doğruq ayrım davamlıq müştaq söhbətlərimiz bo'lib turdu. Xoş, əziz görünmələr. Bayağı deb ötkəndək, işki əzalarımız bizni nihoyat yaxşı gördü. Bizga chidamaydi. Bizni söyən, bizga ko'ngil bo'layotgan, bizga chidamayotgan ishki a'zolarimizga, o'zimizga, jinimizga ichimizni og'irtib, o'zimizga ko'ngil bo'lsak degan umiddaman. Shuning uchun bugungi suhbatlar elib berildi. Sog'lomlikqa ko'ngil bo'lgan barcha qarindoshlarning, ya'ni bugungi jigar sog'lomlik to'g'risidagi suhbatimizni yoqtirgan bo'lsa, yurakni besib, inkas qoldirishinglarni umid qilaman. Sizlarning qizg'inligingizni qarab turib, davomli sog'lomlik to'g'risidagi suhbatlarimizni davomlashtirsak. Bo'ldiğunda bo'lsa, bizni yoqtirgan qarindoshlarimizning bizni qo'shib olishini chin ko'ngildan umid qilaman. Tursunjon ma'lumga rahmat. Rahmat.